Senga qachon amal qilgin desam, ertaga deysan. O'ylab ko'rgin, ko'zingni ochgin. Sen ertaga degan kunlar hammasi kechaga aylanib ketdi-ku endi. Sen ertaga deding, mana ertaga keldi. Endi kecha sen ertaga degan kun endi bu kechaga aylanib ketdi endi. Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Gunohingga gunoh ziyoda bo'ldi. Kecha bitta gunoh bo'lsa, bugun endi ikkita bo'ldi. Yaxshi tarafga o'zgargani yo'q-ku. Agar sen aytsangki, umrda oxirida qilib qolgan yaxshi amal ham odamga manfaat berar ekan, foyda berar ekan deb aytgan taqdiringda ham kim biladiki, bugun balki nafas olib turgan hozirgi holating umringning oxiridir. Nimaga yaxshi tarafga baribir o'zgarmayapsan? Yo'inki sen borib savoblik ishlarni nafsga qilishlik og'ir bo'lmaydigan kunlarni kutyapman. Biror kun kelar, bemalol o'tirib borib nafsga qarshilik qilib ibodat qiladigan kunni kelsa o'shanda ibodat qilaman deyapsanmi? Bunaqangi kunni Xudo yaratmagan, yaratmaydi ham. Hech qachon nafsga muxolifat qilishlik yengil bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning bir gaplari bor, quloqqa quyib olish kerakki, jannatni atrofini Xudo taolo nafsga og'ir keladigan narsalar bilan o'raydi. Namoz o'qish kerak, zakot berish kerak, qiynalib hajga borish kerak, kechalari turib torat qilib sovuq kunda masalan bomdodga namozga turish kerak. Bu ishlar hammasi nafsga og'ir keladigan ishlar bilan Xudo taolo jannatning atrofini o'ragan. Shu chegaralardan o'tasiz, keyin jannatga kirasiz.